yer yuzidan yo'q qilaman. 7 kundan so'ng yer yuzini to'fon suvlari qoplaydi. Va yer yuzidagi barcha jonzotlar nobud bo'ladi. Qushlar, chorva mollari, yovvoyi hayvonlar, yer yuzida harakatlanadigan barcha mayda hasharotlar va har bir odam. Faqatgina Nuh qoladi va kema ichida u bilan birga bo'lganlar. So'ngra u o'zidan bir kaptarni uchirib yubordi. Suv yer yuzidan qaytgan-qaytmaganini ko'rish uchun. Keyin u yana 7 kun kutdi va kaptarni uchirib yubordi. Shundan so'ng u qaytib kelmadi. Seningcha qush qayerga qo'ndi? Yoki holdan toyib suvga g'arq bo'ldimikan? Buni hech kim bilmaydi. Shunday qilib odamlar uni qaytishini kutishdi. Kutishdi va kutishdan charchashdi. Ular qushni uchirib yuborishganini ham unutishdi. Hatto qush mavjudligini va suv ostida qolgan olamni ham unutishdi. Qayerdan kelganliklarini ham unutishdi. Bu yerda qancha bo'lishgani va qayerga ketishayotganlarini ham. Shunchalik uzoq vaqt o'tdiki, hayvonlar ham toshga aylandi. Bu shunday qadimda ediki, qushni qayerda va qachon ko'rganimni hatto eslay olmayman. Balki u tush bo'lgandir. Balki sen, men va baliqlar faqatgina olamdan o'tgan odamning xotirasida mavjudmiz. Aslida hech kim mavjud emasdir va tashqarida shunchaki yomg'ir yog'ayotgandir. Balki qush hech qachon